Bir odam Hajarul Aswadga yetmasa nima qiladi deyapti. Yoki Ka'ba ishni ushlamasa nima qiladi? Tiqilinch. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, agar Ka'ba ishni oldida hech kim bo'lmasa, borib Hajarul Aswadni o'p deganlar. Hajarul Aswadni o'pishlik qiyomat kunida shu odamni iymoni bor ekanligiga Hajarul Aswad guvohlik beradi deganlar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bu katta ne'mat. Ammo odamlar ko'p bo'lsa, o'pishlik ziyon bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'pishlikdan qaytarganlar unda. Hajarul Aswadni oldiga to'g'risiga borib qo'lni ko'tarib bismillah Allohu akbar deydi. Allohu akbar 3 marta aytsam bo'ladi. 1 martasi sunnat, 3 martasi mustahab, o'tib ketaveradi. Shu bilan Hajarul Aswadni go'yo o'pgandek hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Umar roziyallohu anhuga aytganlarki, ey Umar, sen baquvvatsan. Hajarul Aswadga boraman deb odamlarga ozor yetkazmagin deganlar. Demak, musulmonlarga ozor yetkazishlik harom, Hajarul Aswadga borishlik sunnat edi. Hajarul Aswadni o'paman deb hozir ayollar ham ko'ylaklari yechilib ketganiga qaramasdan, boshidan ro'mollarini tortib olib tashlashiga qaramasdan o'zini urib yotibdi. Erkaklardan keyin qaytarilgan, ayollardan erta kunda qaytariladi. Agar tiqilinch bo'layotgan bo'lsa, erkaklar ham borib Hajarul Aswadni o'pishlikdan qaytarilgan.